50%, bugun 50% to'lash kerak bugun. Biror uyga qarab. Uyni hovlisiku, u shaxsiy. Xavfsiz deyapti. Nimaga bunday qaysi ko'chaga tomon qarab turibsiz? Ovoz yozmaydi-ku, kamerani qo'yganlaringiz. Ovoz yozmaydi-ku, o'zi qarang. Bir marta kinosi qaytdim, birovni tuzatib keta oldim. Ya bu işte malzeme bir tane. Bakın ne kadar. Ha? Aka o'rganyapmiz. Gaplashamiz, ko'ramiz keyin. Nima qilasizlar? Nima qilasizlar? Pul degan. Şey. Ha? Şöyle hiç de yok açık gayet yine söyleme. Ay var kamera ko. इसमें लेके उधर उधर ले Gracias. Mira,
Yig'isi ketaman-da. Ey, ketaman. Nimani bosh qilganda kim? Qaysi? Nima qildik sal bo'lmasa? Uni nima qilaman? Nima bo'ladi? Qarang. Kamerani nima maqsadda qo'yganingizlar qarang. Uni nima qilaman? Qarang. Ishlar yo qo'sh siznikini buzyapsiz. Siz birovga taqib qo'yapsiz. Tushunyapsizmi? Birov hovlisiga qaratib qo'ymang. Mana uni chegarasi bor. Uni chegarasiga soliq to'lamaysiz, to'g'rimi? Mana uni chegarasi bor. Uni chegarasiga soliq to'lamaysiz, to'g'rimi? Uni davlat qo'ygan, uni ichki ishlar yo qo'shnimiz qo'ymagan. Uni davlat birov hovlisiga qo'yib qo'yibdi. Xo'p, qo'yib qo'ying kamerani. Sizga qarshiligim yo'q, lekin birovni uyiga qaratib qo'yish mumkin emas-ku. Nima deb javob berdingiz? Yo, qarang, endi meni eshitasizmi? Opa, kamerani ko'chaga qarab burib ketaman. Qo'lim tekkizmayman, qo'lim yetmaydi unga. Cho'p bilan burib ketaman opa. Yo, sizning haqqingiz yo'q. Nima haqqingiz bor? To'g'rimi? Men ham hozir kelaman-da, men ichki ishlar xodimiman. Seni uyingni kuzatishim kerak deb, archangizga bitta kamera qo'yib ketaman.
U nima deganingiz hozir? Keyincha holingizda o'zingiz bilasiz nima qilishingizni, shaxsiy hayotingizga men daxl qilolmayman. Nimaga siz hozir birov hovlisiga qo'yib mayli. Xo'p, qo'yib qo'ying kamerani. Sizga qarshiligim yo'q, lekin birov uyiga qaratib qo'yish mumkin emas-ku. Nima deb javob berdingiz? Yo, qarang, endi meni eshitasizmi? Ha? Eshitasiz. Nima javob berdingiz savolga? Opa, kamerani ko'chaga qarab burib ketib, yo'q, to'g'rimi? Men ham hozir kelaman-da, meni ichki ishlar rozi bo'lasizmi? Rozi bo'lmaysiz, to'g'rimi? U nima deganingiz hozir? Keyincha u siz hozir birov hovlisiga qo'yib mayli. Xo'p, qo'yib qo'ying kamerani. Sizga qarshiligim yo'q, lekin birov uyiga qaratib qo'yish mumkin emas. Yo, qarang, endi meni eshitasizmi? Ha? Eshitasiz. Deganingiz, ha, shu hamshang Zahiriddin akam kim shu uyini kuzatib. Ichi modda bor, ma'muriy javobgarlik kodeksida. Taqiq qilish bor. Biror haqqingiz yo'q. Nima haqqingiz bor? Qo'lim yetmaydi unga, cho'p bilan burib ketaman uni. Shu hamshang Zahiriddin akam kim shu uyini kuzatishga haqqingiz bormi? Nima deganingiz? Ha, yo'q, qo'lim yetmaydi unga, cho'p bilan burib ketaman uni. Yo, sizning haqqingiz yo'q. Nima haqqingiz bor birovning uyiga qaratib qo'yishga kamerani? Men yonini olayotganim yo'q. Qarang, siz tushunmayapsiz. Fuqaroning shaxsiy daxlsizlik degan bu 45-modda bor, ma'muriy javobgarlik kodeksida. Taqiq qilish bor. Biror haqqingiz yo'q. Nima haqqingiz bor birovning uyida kuzatishga? Ya haqqingiz bormi? Birovning uyida kuzatishga haqqingiz bor. Yo'q, bu yerda uyini hovlisini kuzatishga nima haqqingiz bor? Ha? Tushunmadim. Shu hamshang Zahiriddin akam kim shu uyini kuzatishga haqqingiz bormi? Nima deganingiz? Ha, men sizga qarang, men sizga qonuniy asosan tushuntiryapman. Opa, siz bu kamerani birovning hovlisiga qaratib qo'yishga haqqingiz yo'q deb tushuntiryapman. Tushunyapsizmi? Ustingizdan opa, eshiting. Men holatni qarang, holatni diskka ko'chirganman, tashlab bergan videoni. Holatni diskka ko'chirganman. To'plangan hujjatlarni prokuraturaga taqdim qilganman. Meni egam prokuratura. Agar men bo'lsa haqqingiz bormi? Tushunmayapsiz. Fuqaroning shaxsiy daxlsizlik degan bu 45-modda bor, ma'muriy javobgarlik kodeksida. Taqiq qilish bor. Biror haqqingiz yo'q. Nima haqqingiz bor birovning uyida kuzatishga? Ya haqqingiz bormi? Birovning uyida kuzatishga haqqingiz bor. Bormi? Nima deganingiz? Ha, diskka ko'chirganman. To'plangan hujjatlarni prokuraturaga tushuntiryapman. Opa, siz bu kamerani birovning hovlisiga qaratib. Opa, eshiting. Eshiting. Men holatni qarang, holatni diskka ko'chirganman, tashlab bergan videoni. Holatni diskka ko'chirganman. To'plangan hujjatlarni prokuraturaga taqdim qilganman. Meni egam prokuratura. Agar men bo'lsa bo'ladi, boshqa qilamiz hozir. Prokuratura. Meni ustida xo'jayin, uni juda yaxshilar. Prokuror hech qanday huquqbuzarlik alomati yo'q deb qo'l qo'yib bergan menga, tushunyapsizmi? Prokuror xulosa qilib bergan menga materialga. Tushuntiryapman. Opa, siz bu kamerani birovning hovlisiga qaratib qo'yishga haqqingiz yo'q deb tushuntiryapman, tushunyapsizmi? Agar shu yerda siz aytayotgan huquqbuzarlik qo'y deb, shu ko'cha bo'lsa agar shuni ko'ryapsiz, opani sizdan tosh otyapsiz. Bular uni arza qilmayapti-ku, siz mayli xo'p ko'chada o'tyapsizlar, bir-birlaringizni yoqmas ekansizlar. Buni juda yaxshilar. Prokuror hech qanday huquqbuzarlik alomati yo'q deb qo'l qo'yib bergan menga, tushunyapsizmi? Holatni diskka ko'chirganman. To'plangan hujjatlarni prokuraturaga taqdim qilganman. Meni egam prokuratura. Agar men bo'lsa bo'ladi, boshqa qilamiz hozir. Prokuratura. Meni ustida xo'jayin, uni
juda yaxshilar. Prokuror hech qanday huquqbuzarlik alomati yo'q deb qo'l qo'yib bergan menga, tushunyapsizmi? Prokuror xulosa qilib bergan menga materialga. Agar shu yerda siz aytayotgan huquqbuzarlik bo'lganda, siz ko'chadan bu yerda syomkasini ko'ryapman men aytayapman bularga, qo'y deyapman, shu ko'ryapsiz, opani bizdan tosh otyapti. Bular uni arza qilyapti-ku, siz mayli ko'chada o'tyapsizlar, shu bir-birlaringiz yoqmadi, boshqa sizdan qilamiz hozir. Prokuratura. Meni unda xo'jayin, uni juda yaxshilar. Prokuror hech qanday huquqbuzarlik alomati yo'q deb qo'l qo'yib bergan menga, tushunyapsizmi? Prokuror xulosa qilib bergan menga materialga. Agar shu yerda siz aytayotgan huquqbuzarlik bo'lganda, siz ko'chadan bu yerda syomkasini ko'ryapman men aytayapman, haqqingiz yo'q deb tushuntiryapman, tushunyapsizmi? Haqqingiz yo'q deb tushuntiryapman, tushunyapsizmi? Ustingizdan opa, eshiting. Men holatni qarang, holatni diskka ko'chirganman, tashlab bergan videoni. Holatni diskka ko'chirganman. To'plangan hujjatlarni prokuraturaga ko'chirmayli, ko'chada o'tyapsizlar, shu bir-birlaringiz yoqmas ekansizlar. Gaplashmay o'tib ketsa bo'ladimi? Gapirmasa, bir-birini dunyoni tinchlikda bo'ladimi? Kamerada ko'rdim men sizni ham holatingizni. Mana bunga nimaga chora ko'rmaysan deb bular ham ko'rsatdi. Keyin bular aytdi, mana qo'y dedim, kerak emas. Tinch o'tiringlar. Aziz opa, o'z olib turgan. Men sizni o'rgatib o'tmay. Yosh bola emassiz, menga qarang. Siz yosh bola emassiz. Sizga men o'rgatib o'tmay, opajon, qarang bu o'tib ketsa bo'ladimi? Gapirmasa, bir-birini ko'rmasa, shu 5 kunlik dunyoni tinchlikda bo'ladimi? Kamerada qo'y dedim, kerak emas. Tinch o'tiringlar. Aziz opa, o'zingiz bilasiz, nima qolib turgan. Men sizni o'rgatib o'tmay. Yosh bola emassiz, menga qarang. Siz yosh bola emassiz. Sizga men o'rgatib o'tmay, opajon, qarang bu yosh bolaning ishini qilmangizlar, bir-birlaringizni tirashib. Ko'chada ko'rinib turibdi, opa. Toshotganingiz kamerada ko'chada ko'rinib turibdi. Men aytdim bularga. Syomkangni ham yig'ishtir, anonga ham yig'ishtir. Qo'y birov bilan tortishib, kurashib yotma. Balki senga tegmagan bo'lsa, qo'y deyapman. Siz mayli, ko'chada o'tyapsiz. Zafirni akami? Shu Nargiz opa tosh otgan syomkani menga tashlab bering bo'ldi. Nomerimni aytaman. Siz birovda shaxsiy hayotiga xalaqit beryapsiz. Birov o'zini uyida bemalol erkin